Agar ko'p pul topadigan erkakni tanlasangiz, siz uni atrofida ayollar ko'p bo'lishiga, ko'rishingizga yoki qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Agarda siz o'ta mehribon, sadoqatli, ishonchli, doim yoningizda bo'ladigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, birga ovqat pishiradigan, birga yuradigan, juda haligi boshida ko'taradigan erkakni xohlasangiz, bunday holatlarda siz qabul qilishingizga to'g'ri keladi. U bunday erkaklarni har doim ham, bunday erni har doim ham boy bo'la olmasligini, puli ko'p bo'la olmasligini qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Agarda siz o'ta sadoqatli, juda sadoqatli erkakni xohlaydigan bo'lsangiz, siz to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Bunday insonlar o'ta emotsiyaga beriluvchan va mayda kamchiliklaringizni ham sizga tezda aytadigan bo'lishlari mumkin. Agar siz kuchli, baquvvat, jasur erkakni xohlaydigan bo'lsangiz, bunday erkaklardan muloyim tabiatlikni, kutmasligingiz, uni qo'rsligiga, qo'polligini qabul qilishingiz juda ham muhim bo'ladi. Agarda hamma narsani u nazorat ostida ushlaydigan bo'lsa, bunga ham ko'nishingizga to'g'ri keladi va asosiysi, agar siz chiroyli erkakni xohlaydigan bo'lsangiz, go'zal, chiroyli, ishbilarmon erkakni tanlagan bo'lsangiz, bunday erkaklarni atrofida tanishlari ko'p bo'lishini, ko'p haligi do'stlar davrasi, ulfat, choyxona yoki bo'lmasam, e'tibor qiling, ayol do'stlar, ayol dugonalar ko'p bo'lishini qabul qilishingizga ham to'g'ri kelishi mumkin. Kommentariyada yozib qoldiring, sizning turmush o'rtog'ingiz qaysi toifaga kiradi.